Hammaga salom. Bu miyalarda nima gap Toshkent Edition shousi. Hozir biz yo'ldan o'tayotgan odamlarga savollar beramiz. Savollar oddiy. Qanday javob berishligini ko'ramiz. Yaponiyaning poytaxti 100% anime. Deyarli topdik. Romeo va Juliettani kim yozgan? Bu Shohrux bilan Lolani kinosi-ku. Hayotini nimadir o'tkazib yuborgan deyman go'yo. Neft nima? Quritilgan-ku ular. Shunaqa o'ylaydigan odamlar ham bor ekan-da. Italiyaning poytaxti. Pizza? Ha, aniq. Erkak kishi $1,000,000 topish kerak. Yo'q, bu boshqa shou. Undan ko'ra savolga javob bering. Amerikani kim kashf qilgan? Hindular, lekin hype kalib yig'ib ketgan. Ajoyib. Newton qonunini kim o'ylab topgan? Gravitatsiya. Urvoraman u hozir. Nima deng? Yo'q, ishtama. Haqiqat qayerda? Instagramda yozib oldim. DNK nima sizning? Qanaqadir bankmi? Vojib. Qaysi tezroq? Yorug'likmi yoki tovush? Telegramdagi xabarlar. Qoyillik. Fission Bread qayerda joylashgan? Yer sharida. Unda borib ko'rish kerak. IT nima? Kompyutermi? Nima? Yo'q, hakkerlar. Gap yo'q. Shekspir kim? Pushkin go'ridan tik turdi-yu. Nega Toshkentda doim tirbandliklar? Chunki probka. Izohlarda yozib qoldiring. Kimni ayblash kerak? Koronavirus, mantiqmi yoki savollarning o'zi? Biz esa boshqa joyga ketdik. Yana odamlar bor, yana savollar ko'p. Balki u yerda javoblar biroz yaxshiroq bo'lar yoki yo'q. Просто boshi qashib turibdi. Давай, tushib olamiz.